Baxtli bo'lishni istaysizmi? Hayotda har bir inson turli sinov va muammolar bilan to'qnash keladi. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'ladiki, inson o'zini ojiz his qiladi. Ana shunday paytlarda dardingizni tinglaydigan, to'g'ri maslahat beradigan va yo'l ko'rsatadigan insonni topish juda muhim. Mashhur psixolog Kumar Guptaning Baxtli bo'lish sirlari kitobi aynan shunday paytda sizga yaqin do'st va dono maslahatchi bo'la oladi. Kitobda hayotiy tajribalar, ruhiy kuch beradigan fikrlar, insonni baxt sari yetaklovchi maslahatlar jamlangan. Oddiy va tushunarli tilda yozilgan ushbu asar hayot sinovlaridan o'tgan dono maslahatlar to'plamidir. Agar siz ham hayotingizda ijobiy o'zgarishlar qilishni istasangiz, ushbu kitobni albatta o'qishni tavsiya qilamiz. Baxmal tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va kitoblar olamidan bahramand bo'ling.